Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarni O'zbekiston yuragi, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyiga sayohatga taklif etamiz. Ko'rib turganingizdek, muzey binosi yurtimizning so'lim go'shalaridan birida joylashgan bo'lib, ushbu maskan 1968-yilda barpo etilgan. 1996-yildan Olimpiya muzeyi, 2023-yildan boshlab esa Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyi sifatida o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Muzey mustaqilligimizning 5 yilligi munosabati bilan ochilgan va eng e'tiborli tarafi, ochilish marosimiga o'sha paytdagi Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Juan Antonio Samaranch tashrif buyurganlar. Muzey 2 qavatdan iborat bo'lib, birinchi qavat shon-sharaf zali deb nomlanadi. Unda o'zbek sportchilarining hamda parasportchilarining mustaqillik yillarida qo'lga kiritgan yutuqlari, ikkinchi qavatda esa qadimgi va zamonaviy Olimpiya o'yinlari tarixi haqida ma'lumot beriladi. Olimpiya va Paralimpiya shon-shuhrati muzeyida turli yilga oid Olimpiya mash'alalar kolleksiyasi joy olgan. Olimpiya mash'alasi qadimgi Yunonistondagi Olimpiya shahrida quyosh nuri yordamida yoqiladi va estafeta orqali mezbon davlatga yetkaziladi. U tinchlik, do'stlik va sport orqali xalqlar birligini ifodalaydi. Olimpiya ko'krak nishonlari Olimpiya o'yinlari uchun yaratilgan esdalik va kolleksion belgilar hisoblanadi. Ular sportchilar, rasmiylar, murabbiylar hamda muxlislarga taqdim etilib, Olimpiya ramzlari va mezbon davlat madaniyatini aks ettiradi. 1996-yil Juan Antonio Samaranch tomonidan muzeyga taqdim etilgan pochta markalari kolleksiyasi. Muzey binosiga alohida ko'rk bag'ishlab turgan stellaga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston Milliy Olimpiya va Paralimpiya qo'mitalari ramzlarini ko'rib turibsiz. Qadimgi Olimpiya o'yinlari 6 ta sport turi bo'yicha o'tkazilgan bo'lib, birinchi chempion Karib ismli oshpaz edi. Atletlar uchun haqiqiy g'alaba bu xalq hurmati va sharaf edi. Muzeyimizning eng qimmatbaho eksponatlaridan biri bu eramizdan avvalgi 470-450 yillarda Gretsiyaning Kos orolidan keltirilgan kumush tangalaridir. Yurtimizda jismoniy tarbiya tarixiga bag'ishlangan ushbu ekspozitsiyamiz sizda qiziqish uyg'otishi shubhasiz. Chavgon ot ustida o'ynaladigan qadimgi o'yin bo'lib, bugungi polo sportining dastlabki ko'rinishlaridan sanaladi. Ko'pkari esa mardlik, chaqqonlik va jismoniy qudratni sinovdan o'tkazuvchi noyob milliy sport turidir. Qadimgi Gretsiya va zaminimiz tarixi haqqoniy aks etgan ushbu panoyimiz 1996-yil O'zbekiston Respublikasining san'at arbobi, taniqli rassom Alisher Alikulov tomonidan maxsus muzeyimiz uchun yaratilgan. 1896-yil birinchi zamonaviy Olimpiada o'yinlari boshlangan yilidir. 1600 yildan keyin Buyuk Rim imperatori Feodosiy tomonidan to'xtatilgan o'yinlar Baron Pyer de Coubertin tomonidan qayta tiklandi. Bu yerda siz o'yinlardan saqlangan sovg'alar, ilk chempionlar haqidagi arxiv fotolar, sport anjomlari va sport jarayoni aks ettiruvchi fotolavhalar va boshqa qiziqarli lavhalari to'planganligini ko'rishingiz mumkin. Olimpiada o'yinlari tarixidagi eng muhim sahifalarga to'xtalib o'tamiz. Shulardan biri 1924-yil birinchi marotaba qishki Olimpiada o'yinlari boshlangan. 1960-yilda esa birinchi Paralimpiada o'yinlari boshlanadi. Sport tarixining eng yorqin lahzalari, g'alabaga intilgan inson ruhi endi barchasi bir joyda. 1993-yil O'zbekiston mustaqil davlat sifatida Olimpiya qo'mitasiga qabul qilindi va biz uchun 1994-yilda Lena Cheryazova qishki Olimpiya o'yinlarida birinchi oltin medalni olib keldi. 2016-yil Braziliyada bo'lib o'tgan Rio 2016 Olimpiya o'yinlarida o'zbek sportchilarimiz 206 ta davlat orasida 13 ta medal bilan 21-o'rinni egallashdi. Paralimpiya sportchilarimiz esa 176 ta davlat orasidan 31 ta medal to'plab 16-o'rinni egallashdi. Mamlakatimiz sportchilari o'zlarining sovrinlari, medallari, balki sport formalarini ham muzeyimizga topshirishlari yaxshi an'ana tusini olgan.
Bu yerda esa 1996-yilda muzeyimiz ochilish chog'ida tashrif buyurgan Juan Antonio Samarachni sovg'alari. Muzeyga tashrif buyuring, O'zbekiston sportining 30 yillik tarixini bir joyda ko'ring, ilhom oling va chempionlar ruhini his eting.